Bu orman qaravulunun uyu. Bağımın boldu. Meni o geldi ba. Özümü bilmemsen teki. Bilmeymen. Bilmeymen. Birisi sana ziyankeşlik kılgan ki. Bana kim ziyankeşlik kıla? İnsanlardan başka. Mening egam sana yaxshilik qildi. Sening ta'lim o'ngkan. İşitmu ya. Shit. Hey. Men aşı iştlağa intayin üç. Gelecek kimdi? Bo'ldi, uning ko'z qilma. Ko'rgan jayra. Men nima qilish kerakligini bilaman. Qo'rqmasdan ziyokesh qilmayman. Mening tomoqimni sen yeydigan bo'lding. Sen tayyor hayyo bo'lib kulib qolsan. Agar sirtda bo'lgan bo'lsang, hargiz yashamaysan. Ha, men hamisha o'ylashni mashq qilaman. Bak qiziq. Ishonmamsa? Bunun neyimiz qiziq? Yoqtirmadingmi? O'zing o'ynag'in. Hey, sen nega boray deysan? Qaytib ketma. Uyingni unutib ketgan. Nemishqa? Men mahbus bo'lib qoldim-mi? Jiddiylashma. Yarang saqayganda jazman qaytib ketsan. Ammo hozir bo'lmaydi. Do'stlarim mendan azrab qoladi. Tulki, yovchashqon, charpaqa, qizillochin, mushuk yapuloq, yana ularnimi do'stligini bulamdi. Biz bir-birimizga kuyinib, yordam qilib, yiroq yo'llarni besib kelgan. Anlamoqqa xeyli ta'sirlikka. Qizilochin, jayrani ko'rdingmi? Jayra! Nemikan o qadrligim? Seni kasaptım. Onu kaçırıverdim. Kichik o'rmonliqda bergan qasimimiz bo'g'ashqa do'stlarim cho'qim meni izlab keladi. Hayotidan kechib bo'lsa-mu meni tepib ketadi. Sen berib xabar yetkazsang, mening bu yerda ekanligimni ularga aytib qo'ysang bo'pti ekan. Sen bana çak qilyapsan nima? Buncha sovuqda men qandoq borman? Sen borsang, bizning do'stimiz bo'lib qolasan. Beshimda kun tushganda ular sana yordam qiladi emasmi? Tushundim. Ikkimiz bir-birimizga qarz bo'ldigan bo'ldik. Yanala sening bag'iningdan mening xabar yetkazganim tezroq. Qadrligim, biz aylanib yana qaytib keldik. Onunla qara, bechora yovchashqan jayrani izlab holidan ketibdi. Hammaylar shundoq bu. Mendekmi ahmoq bormi? Ben Ceylan'a xabarini olib keldim. Do'stim otamsa? Sen haliqi yovchashqan bo'lamsan. To'g'ri tepibdi ben. O meni xabar yetkazishga avatdi. O yerda bo'ptikan. Hozir o'rmon qaravulining uyida davolanib o'tirdi. O'zi obdan turib o'tirdi.
Rahmet sana. Rahmet. O. Yarısı saqayğandan keyin qaytib kelsin. Bulamdı. Buludu. Pek yaxşı bo'ldi. Nima? Onun qaytib kelishini xohlamansan? Xohlayman. Pek de xohlayman. Nima ish qillaysan amsa? Men sana uni obdan turib dedim o. Ben şu xo'shallikda yig'layapman. Tazim etmez. To'xtab tur. Hey, to'xtab tur. To'xtab tur. Salımımni ağaçga demekçi olsan, ha? Şundaqmı? Ma'qul, men yetkizib qo'yay. Oy Xudoyim, yo'q, yo'q. Qizillochim, uni chiqilma. Bu degan bizning do'stimiz. Abla, yana xatolik o'tkazib qo'ydim. Neymiş bo'ldi, yovchashqan? Sen elqi tulkimi? Sizlarning qasiminglar mushum edi. Men bo'lolmadim.